Ko'pchilik bemorlarda holsizlik, surunkali charchoq, kayfiyatning tushishi, uyqu buzilishi, vazn tashlash hamda ishtahani pasayishi, tez-tez kasalliklarga chalinish, mushak bo'g'imlarida og'riq, bundan tashqari terlash holatlari yuzaga keladi. Endi bu kasallik belgilari namoyon bo'lganda kasallikka davolanadi, lekin kasallikka davolanish samarasiz bo'lish holatlari uchraydi. Bu kasallik belgilari vitamin D yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'lishini ko'pchilik bilmaydi. Ko'pchilik kelgan bemorlarda tekshirtirilganda vitamin D tahlili natijasi past chiqadi. Shuni hisobiga bir qancha klinik simptomlar namoyon bo'ladi. Bugungi mavzumizda sizlar bilan vitamin D yetishmovchiligini umumiy belgilari kattalardagi hamda bolalardagi belgilarini ko'ramiz. Umumiy belgilariga bemorlarda holsizlik bo'lishi, surunkali charchoq bo'lishi, suyaklarda og'riq, ishtahani pasayishi, vazn yo'qotishi, uyqu buzilishi, kayfiyatni pasayishi, tez-tez shamollash holatlari yuzaga keladi. Endi bu holatlar yuzaga kelishi bu vitamin Dni pasayishi hisobiga immun tizim pastlashi, buzilishi, endokrin tizim faoliyatini buzilishi hamda bosh miyadagi boshqaruv markazlari buzilishi bilan bog'liq. Bilamizki, bu endokrin gormon tabiatli vitamin hisoblanadi. Ya'ni endokrin tizimlarni faoliyatini boshqarishda ham ishtirok etadi. Ya'ni gipotalamus, gipofiz hamda buyrak usti bezida ajraladigan gormonlarni faoliyati buziladi. Shuni hisobiga bizda shuncha belgilar namoyon bo'ladi. Kattalarga keladigan bo'lsak, kattalarda osteoporoz, osteomalatsiya, ya'ni suyak to'qimasini asosini tashkil qiladigan kalsiy hamda fosforni kamayib ketish hisobiga suyaklar mo'rtlashib qolishi, sinish holatlari yo bo'lmasa suyaklar yumshashib qolish holatlari yuzaga keladi. Ya'ni kattalarda bel son sohasidagi og'riqlar, ya'ni osteoxondroz, koksaartroz, deformatsiyalovchi osteoartrozlar bilan namoyon bo'ladi. Undan tashqari qadam tashlashda og'riq, ya'ni tovon qismida osteofitlar hosil bo'lishi hamda mushaklarda og'riq hamda titroq bo'lishi, ya'ni mushaklarga kalsiy kam kirish hisobiga qisqarib bo'shashini buzilishi yuzaga kelishi. Undan tashqari suyaklar mo'rtlash, sinishi. Aytyapmizki, suyaklarda asosiy tarkib qismini kalsiy hamda fosforlar tashkil qiladi. Shu kalsiy fosfor kamayib ketish hisobiga suyakni asosiy massa qismi kamayib ketish hisobiga mo'rtlashib, sinish holatlari yuzaga keladi. Bundan tashqari tishlarning zaiflashishi, karies holatlari uchrashi, ya'ni tishlar sinuvchan bo'lib qolishi, karies holatlari uchrashi, bilamizki, tishlarning tarkibini ham asosini kalsiy fosforlar tashkil qiladi. Shuni kamayib ketish hisobiga ham yuzaga keladi. Bundan tashqari bolalarda belgilar bo'ladi. Bolalarda 1 yoshgacha bo'lgan bolalar yo bo'lmasa 3-4 yoshgacha bo'lgan bolalarda rivojlanib turganda suyaklanish jarayonlari yuzaga keladi. Ya'ni vitamin D yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, bolalarda suyaklari yumshash, ya'ni ensa sohasi tekis bo'lib qolishi hamda ensa sohasidagi sochlar to'kilishi, orqa sochlar to'kilishi hamda beshikda yotgan joyida sochlar hosil bo'lishi, yo'l tushib qolish holatlari yuzaga keladi. Kechasi terlash holatlari yo bo'lmasa emganda terlash, harakat qilganda terlab kuyib ketish holatlari yuzaga keladi. Bu gipotalamus bilan bog'liq, ya'ni issiqlik energiya almashinuvi bilan bog'liq. Undan tashqari kechasi uyquni buzilishi, ya'ni kechasi yaxshi uxlamaslik holatlari yuzaga kelishi. Undan tashqari soch to'kilishi, orqa sochlari to'kiladi ko'pincha. Oyoqlar qiyshayib qolishi, ya'ni og'ir razli bo'lib qolish holatlari yuzaga keladi. Kechasi oyoq tortishib qolish holatlari, shuni hisobiga yig'lab injiqlik qilish holatlari yuzaga keladi. Undan tashqari rivojlanishni kechikishi, ya'ni o'tirish holatlari normada 5-6 oylikda o'tiradigan bo'lsa, bunday bemorlar 8 oylik, 9 oylik, 1 yoshda o'tirish holatlari yuzaga keladi. Bu vitamin D yetishmovchiligining belgilari. Vitamin D qanday hosil bo'ladi? Vitamin D quyosh nuri hamda o'simlik mahsulotlari, hayvon mahsulotlari orqali qabul qilganimizda hosil bo'ladi. Vitamin D ni 2 xil ko'rinishda, vitamin D3 hamda vitamin D2 xolikalsiferol hamda ergokalsiferol holida qabul qilamiz. Xolikalsiferol bu hayvon mahsulotlari hamda quyosh nuri tarkibida ko'p bo'ladi. Vitamin D2 ergokalsiferol bu o'simlik mahsulotlari, qo'ziqorinlar tarkibida ko'p bo'ladigan vitamin hisoblanadi. Endi hosil bo'lish mexanizmini ko'rib o'tamiz. Hosil bo'lishi, ya'ni quyosh nuridan qabul qilganimizda qanday hosil bo'ladi? Oziq-ovqatlar tarkibida qabul qilganimizda qanday hosil bo'ladi? Qanday faol holga keladi? Shuni ko'ramiz.
Birinchisi, ya'ni quyosh nuri tarkibida ultrabinafsha nurlari orqali tushadigan, terimizga tushadigan nurlar orqali vitamin D sintezlanadi. U sintezlanishi ko'pincha kunning birinchi yarmida 9 dan 11 gacha bo'lgan oralig'ida ultrabinafsha nurlariga boy bo'ladi. Ya'ni teriga tushadi, teridan sintezlanadi. Ya'ni terida maxsus modda ferment bo'ladi, ya'ni 7 digidroxolesterin shu modda orqali quyosh nuri tarkibida previtamin D3 hosil bo'ladi hamda bu vitamin o'zgarib turib vitamin D xoli kalsiferolni hosil qiladi. Bu xoli kalsiferol qonga o'tadi, ya'ni qonga o'tgandan keyin qonda ham maxsus oqsil bo'ladi. Shu oqsil biriktirib olib turib jigarga tashlaydi. Ya'ni bu oqsilimiz vitamin D binding protein oqsili bo'ladi, ya'ni jigarga olib boradi. Jigarda ham maxsus ferment bo'ladi. Shu ferment orqali 25 gidroksilaza fermenti orqali faol zaxira modda sifatida vitamin D hosil bo'ladi. Ya'ni 25 gidroksilaza D, ya'ni kalsidiol moddasi hosil bo'ladi. Shu moddani biz qon tahlili qilganimizda shu holat chiqadi hamda zaxira sifatida ham saqlanishi mumkin. Oshiqcha to'planganda ham shu moddamiz saqlanishi mumkin, ya'ni kalsidiol. Endi bu kalsidiol hosil bo'lgandan keyin jigarda shu ferment orqali hosil bo'lgandan keyin keyingi bosqichimiz buyraklarda bo'ladi. Buyraklarga boradi. Buyraklarda ferment bir alfa gidroksilaza fermenti ta'sirida u yana o'zgaradi. Bir 25 gidroksilaza 2 D vitamini hosil bo'ladi. Bu faol gormon hisoblanadi. Faol ko'rsatuvchi vitaminimiz hisoblanadi. Ya'ni kalsitriolga aylanadi. Bu hujayra to'qimalarida kalsiy fosfor almashinuvida, endokrin tizimni boshqaruvida, immun tizimini boshqarishda ishtirok etadigan faol gormon vitaminimiz hisoblanadi. Endi og'iz orqali qabul qilganimizda qanday bo'ladi? Og'iz orqali qabul qilganimizda ham xuddi shunday. Ya'ni qonga so'riladi, qondan jigarga, jigardan buyrakka hamda oxiri kalsitriol faol gormon hosil bo'ladi. Hosil bo'lish mexanizmi shu. Vitamin D yetishmovchiligini sabablarini ko'ramiz. Birinchi sabablardan bittasi bu quyosh nuri kamligi. Ya'ni kuz hamda qish mavsumida quyosh nuri kam bo'lganligi yo bo'lmasam qalin kiyimlar kiyib terini to'sib qo'yganligi hisobiga quyosh nuri tarkibidagi ultrabinafsha nurlar tarkibidagi vitamin D sintezi kamayishi. Yana bitta sababi terini maxsus SPF kremlar bilan surtib, quyosh nuridan himoyalovchi kremlar surtiladigan bo'lsa vitamin sintezi kamayishi. Yo bo'lmasam yana bitta sababi yopiq hududlarda, ishxonalarda ishlaydiganlarda quyosh nuri kam tushishi hisobiga vitamin D sintezi kamayib ketish holatlari yuzaga keladi. Ikkinchi sababimiz bu parhez, ya'ni oziq-ovqatlar tarkibida bo'ladigan vitamin D mahsulotlarini kamaytirib iste'mol qiladigan bo'lsak, shuni hisobiga bo'ladi. Misol uchun tuxum mahsulotlari, baliq mahsulotlari, sut mahsulotlari, pishloq mahsulotlari hamda qo'ziqorin mahsulotlarini kam iste'mol qilish ham bu vitamin D yetishmovchiligini keltirib chiqaradi. Uchinchi sababi bu ichaklarda so'rilishdagi muammo, malabsorsiya, ya'ni qon orqali vitamin D qabul qildik hamda ichaklarda so'rilmaydigan bo'lsa, malabsorsiya simptomi bo'ladigan bo'lsa, shu holatda vitamin D yetishmovchiligi yuzaga keladi. Undan tashqari jigar buyrak yetishmovchiligi kasalliklarida biz aytib o'tdik, vitamin D ni hosil bo'lish mexanizmida teri yo bo'lmasa ovqat orqali qabul qilishi qonga, keyin jigarga, oxiri buyrakda faol moddasiga aylanishi yuzaga kelishini ko'rdik. Shu omil ham yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, shunda ham vitamin D sintezi buziladi. Keyingi omilimiz dori vositalari hisobiga bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir guruh dori vositalarimiz vitamin D sintezini to'sib bloklab qo'yishi mumkin. Bularga antikolonistlar, ya'ni tutqanoq ishlatiladigan dori vositalarimiz, antibiotiklarimiz, gormonlarimiz bo'lishi mumkin. Shular ham ta'sir qiladi. Keyingi sababimiz semizlik bilan kasallangan bemorlarda. Semizlik bilan kasallangan bemorlarda teri yog' kletchatkasi qalin bo'lganligi uchun quyosh nuri tarkibidagi ultrabinafsha nurlari sintezi kamroq hosil bo'ladi. Yo bo'lmasam ovqat bilan qabul qiladigan bo'lsak, xolesterin bilan bog'liq buzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Keyingi sabablari bu homilador hamda keksa
odamlarda yuzaga kelishi mumkin. Homiladorlarda yuzaga kelishini sababi bu bolaga ta'minlanishi hisobiga, ya'ni bolaga o'tkazish hisobiga o'zida ham yetishmovchilik, defitsit holatlari yuzaga keladi. Keksalarga keladigan bo'lsak, keksalarda organ to'qimalarida yetishmovchilik hamda terida sintezni pasayishi hisobiga yetishmovchilik belgilari yuzaga keladi. Endi bu yetishmovchilik sababini qanday aniqlaymiz? Biz qon tarkibida 25 gidroksilaza vitamin Dni aniqlaymiz hamda normasi 30 dan 50 gacha bo'lishi kerak. 30 dan pastlab ketadigan bo'lsa, bu yetishmovchilik holati hisoblanadi, ya'ni gipovitaminoz holat. Ya'ni qon tarkibida vitamin D miqdorini kamayib ketish. O'zi bu zaxira holida to'planadi. Agar yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, buyraklarga yo'naltiriladi hamda faol moddaga aylanishi kerak. Vitamin D yetishmovchiligini qanday qilib davolaymiz? Davolashda biz qon tahlilidagi vitamin Dni ko'rsatkichlariga qarab turib davolaymiz. Ya'ni normada 50-30 bo'lishi kerak. Yengil darajasi bo'lsa 20-30, o'rta og'ir darajasi bo'lsa 12-20 hamda og'ir darajasida 12 dan pastlab ketganda biz vitamin D dori vositalarini beramiz. Uni berishda biz profilaktik berishimiz mumkin. Norma bo'ladigan bo'lsa profilaktik hamda kasallik bo'ladigan bo'lsa kasallik bo'yicha kattalarga hamda bolalarga dozalar beramiz. Agar kattalarda vitamin D yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, kunlik yoki haftalik dozada beramiz. Kunlik dozada bo'ladigan bo'lsa 6000 dozadan 6-8 hafta davomida yoki kunda icholmaydigan odamlarga bir hafta davomida 50.000 doza 6-8 hafta davomida beriladi. Keyin saqlovchi doza 1000-2000 dozadan berib boriladi hamda qon tahliliga qarab turib saqlovchi doza 2 hafta, 3 hafta berilishi mumkin. Yo bo'lmasam doimiy haligi profilaktik maqsadda ichish mumkin. Undan tashqari semizlik bilan kasallangan bemorlar yo bo'lmasa kortikosteroid, antibiotik, gormonlar qabul qiladigan bemorlarga saqlovchi dozamiz sal balandroq 3000-4000 doza bo'ladi. Ya'ni so'rilishdagi muammolarni hisobiga olib. Undan tashqari bolalarda kasallik yuzaga keladigan bo'lsa, yoshiga qarab, oyiga qarab beramiz. 0 yoshdan 1 oylikdan 12 oylikgacha bo'lgan bolalarda biz dozasi 1000 dozadan 6-8 hafta davomida nazorat bilan beramiz. 1 yoshdan 18 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa 2000 dozadan 6-8 hafta davomida beriladi. Qon tahliliga qarab turib yana davom ettirilishi mumkin. Saqlovchi dozasi 600.000 doza hisoblanadi. Endi undan tashqari profilaktik dozalarimiz bor. Ya'ni vitamin D yetishmovchiligini oldini olish uchun, ya'ni qish mavsumida yo bo'lmasa kuz mavsumida yo bo'lmasa oziq-ovqatlar tarkibida kam tushadigan holatlarda biz profilaktik doza beramiz. Profilaktik doza bolalarga 400 dozadan, kattalarga 600.000 dozadan, homilador hamda emizikli ayollarga 1,5-2 dozadan beriladi. Chunki sut orqali homilaga ham o'tadi yo bo'lmasa bolaga, emizikli ayollarga sut orqali o'tadi. Shunda yetishmovchiligini oldini olish maqsadida beriladi.